Mana Chus, Namangan viloyati Chus tumanidagi mashina bozoriga yetib keldik. Mana Chus'ta mashina bozori. Mana hoji akam Cobalt sotyaptilar. Yili necha hoji aka? 2014. 2014. Pozitsiyasi-chi? Pozitsiyasi 1 euro ekana. Qancha yurgan probegi? 352 ming. Puliqchi puli? 6,5 Kami bor, 6,5 ming kami bor. Kraskalari? Ha, kraskasi aytib-aytida bor ekan-a. Mana 2014 1 euro 250 ming 52 ming yurgan. 4 ta baloni yangi 4-pokoleniya gazi bor deyaptilar. Ha, motor karobkalari qanaqa? Yaxshi. Yaxshi, motor karobkalari zo'r. ABS, konditsioner, ekonomizeri bor, 4 pokoleniya gazi bor. Naqqa sotasizmi, nasiya savdosi ham bormi? Naqqa bo'lsa sotaverasiz. 6,5 dan tushib berasiz. Ozgina tushib. Ha, endi keyingisi. Qorasidan so'raganlarga ana qora Cobalt. Bu yili necha edi qora Cobalt? 13. 2013-yil. Pozitsiyasi nechi buni? 2. pozitsiya. Konditsioner abizlari bor. Pulini necha pul deyapsizlar? 5,5 nacha tushib beramiz. 5,5 ming savdosi bor ekan mana. Kami bor. Dokumenti muammosi yo'q-a? Muammo yo'q. Afarmik. Dokumentida muammo yo'q, faqat оформление ekan. Hamma mashinalarning nomerini pastda qoldiraman. Opsiyasiga kirib, telefon qilib, bemalol savdolashib ko'rib olaverasizlar. Hoji aka, buni yili nechi? Yili nechi hoji aka buni? 2020. 2020 avtomat mexanikami? Mexanika. Kraska top-toza. 2020 mexanika, kraska toza deyishyapti. 12,122 ming probeg. Halol probeg ekan. Mana chexollar, polik chexol, gaz 3-pokoleniya ekan. 90 tala gazi. Mana ichlari ham zo'r holatda ekan, tayyor ekan. 4 ta yangi balon taqib qo'yishibdi mana. Mana orqalari ham zavodskiy turibdi mana. Yani umumiy ko'rsatyapman, qiziqqanlar kelib ustalaringa ko'rsatib olaverasizlar mana. Bu puli nechi buni? Puli nechi pulga berib yuboramiz? Pulini. 9 ming pul naqd bo'lsa berib yuboramiz. Siz tushib bermaysizmi? 9 dan tushib bering. 9 ga berib yuboramiz. 9 mingga berib yuborasiz. Dokumentichi generalni chiqadimi? Yo'q, afarmikka. Bu ham оформлениyaga ekan mana. Ana Gentra mexanika. Mana motorni yangi qilib qo'yishibdi. Hozir apkatkada ekan, 1 hafta bo'libdi motor qilinganiga. Mana. Mana
Probeklari 205 ming yurgan ekan probegi. Gazi bormi buni? Ha, propan 65 TL. 65 tali propani bor ekan mana. Puli nech pul buni? Puli 7,5 ming shu beramiz. 7,5 ming kami bor ekan. Qo'qlashaversin. Dokumenti gen оформление. Оформление. Bu ham оформление ekan mana. Hamma оформление. Telefon nomeringizni ayting. 99 99 li 228 228 88 55. 88 55 raqamiga avtomobilim kanalidan ko'rdim deb telefon qilsalaring yana ozmoz o'tib beraveradilar. Kelishtirib beraveramiz. Agar tushib bermasalar menda kanalimda nomerim bor 5086. Telefon qilsalaring men sizlar tomon bo'lib encha yiqitib beraman mashinani. Mashina vobshe narxi arzonlagan. Men minuvchi tomon bo'lib arzonlatib beraveraman mana. Chus avtomashina bozordaman. Haligi odam yana ichi. Mendan kim tushiradi? Mana Nexia 3 avtomat so'raganlarga qancha yurgan probegi? 175 ming yurgan. 175 ming halol yurgan probegida mana. 3-pakalina metan gazlari bor ekan mana. Mana Cobalt diskalarda balonlari 4 ta baloni ham yangi ekan. Motorlari mana ekonomizerlari bor ekan, konditsioner, ABS. Motorining rasxoti yo'q-a, motor korobka. Pulini nech pulga berib yuboramiz buni? Pulini 7700 deyapmiz. Ozmoz kami bor-a? Kami bor, ha? Kelishamiz. Telefon qilishaversin. Telefon qilishaversin, ha? Nomer berasizmi yo menga chiqishaveradi? Sizga chiqishaversin. Bo'ldi, men 99 022 50 86. Endi hijolat qilishadi ba'zi bir dehqon akalarimiz. Menga telefon qilsalaring, men olib borib ko'rsatib, ustalaring bilan kesalaring ko'rib, savdosini qilib olaverasizlar. Dokument qanaqa bo'ladi buni? Dokument dokument bo'laveradi. Generalni ham chiqaradi. General chiqaveradi, jarima bali o'ziga boradigan qilib, generalni ham beraverasiz. Bo'laveradi. Bo'ldi, mana 2019 175 ming yurgan mana avtomat Nexia 3. Hoji aka, yili nechi buni? 23. 23 probeklari 31 ming. 31 ming probek. Kraska toza. Kraska toza. Gazi Propan 65 tane. 65 tali propan. Nech pul deyapsiz narxini? 13,5 mingdan tushib beramiz. 13,5 ming savdosi bor ekan mana, tushib berishar ekan. Bu pozitsiyasi 6 ekan-a? 6-chi pozitsiya. Mana salonlari ham o'ta go'zal holatda mana. Chexol, ko'rik tashalgan ekan, tayyor holatda ekan. Nomeringizni ayting. 93'lü. 93li 264 264 61 84. 61 1 84. Telefonga aloqaga chiqaverasizlar mana. Yani Onyx 6-chi pozitsiya. Xo'p, Tracker Redline so'raganlarga tayyor holatda ekan mana. 52.636 ming probek. Mana salonlari ham yaxshi ekan. Ana
Bu benzinde ekan Ilhom aka bu trek ekan. Xitoy. Xitoy Redline. Bu yili nechi buni? 21 52 ming yurganlar. Hop, puli-chi puli? Bu 16 mingdan tushib beramiz. 16 ming kami bor ekan. Boyagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar, ha, qiziqqanlar. Mana bemalol kelib, mashinani minib ko'rib, savdolashaverasizlar. Avtomobilim YouTube kanali. İşiniz yaxshi ekan, so'rashingiz ham kelmayapti-yu. Mana avtomobilim YouTube kanalidanman deb chiqaverasiz. Agar meni nomerim yozilgan, uncha-munchasini minuvchi tomon bo'lib kelishtirib olib berishga harakat qilaman mana. Chus mashina bozoridaman. Like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.